qo'llanmasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon-shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston iftixori, faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Demek, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Alijonov Xo'jakbar Ulug'bek o'g'li, naqadar baxtli lahzalar. Aliqulov Husniddin Ro'zi o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma Aliqulov jamoasi Husniddin Ro'zi o'g'li, himoyachisi. Ashurmatov Rustamjon Elyorovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Ashurmatov Rustamjon himoyachisi. Elyorovich. har bir vakil monitorda namoyish etilyapti. Bugun Rustam maydonga tushgani yo'q. Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li. Ancha ochildi shu yigitdan. Asli ma'noda Kapadzening topilmalaridan biri Olimpiya terma jamoasi. Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li, Iskandarov Jamshid Mahmudovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Iskandarov Jamshid Mahmudovich. himoyachisi.